Aka rahmat, sizlarga odamlar ko'paysin lekin. Mana shu haqiqiy musulmon insonni sifati. Yaxshilikka bo'ladi. Hozirgacha Atmen qilib o'tib bo'ladimi? Mayli. Atmen qo'raman. Yoki men kelamiz. Rozimisiz? Shu просто adam kelib qoldilar. Aka rahmat, sizlarga odamlar ko'paysin lekin. Rahmat, sog' bo'ling. Rahmat aka. Sizlarga odamlar ko'paysin. Shunaqa odamlar ko'paysin. Atmen qilaman degdilar. 20 ming berdilar, 10 ming qaytaraman desam, aka men roziman, adam kelib qoldilar. O'shaning uchun chiqib atmen qilyapman dedilar-da. Mana shu haqiqiy musulmon insonni sifati. Ta'sirlanib ketdim.